Assalomu alaykum Adaymaster obunachilari. Bugunda biz navbatdagi muammoga duch kelganmiz. Yana har doimgidek mijozimiz ko'chada moy almashtirganlar va sifatsiz moy natijasida klapan kuydirib, gnezdo cho'ktirib, направляющий vtulkalarni yeb kelgan. Направляющий vtulkalarni almashtiramiz. Klapanlar almashadi. Biz ishimiz boshladik. Remont jarayonidan sizlarga lavha ko'rsatamiz va aytib o'tib ketamiz, nimalar qilamiz, nima qo'yamiz. Xo'sh, klapan kuydirish, motor ochish muammosi bilan mijozlarimiz birinchi marta kelishmayapti. Bu hol уже davom etish boshlanyapti. Har hafta yoki har 2 kun, 3 kunni birida bir kishi keladi. Mashinam yurmadi, qaltiradi, nimagadir tortmayapti, bunaqa. Servisga kelganlaridan keyin birinchi so'raladigan narsa rasmiy dillerda moy almashtirdingizmi yoki texnik xizmat ko'rsatishlar rasmiy dillerda qilindimi yo'qmi? Kimdir keladi, ha qildik deydi-yu, lekin biz istoriyasini tekshiramiz. O'sha narsalar, o'sha xizmatlar rasmiy dillerda qilinmagan bo'ladi. Biz istoriyasini ko'rib, tekshirib, aniq bir qarorga kelib, keyin ishimizni, xizmat ko'rsatishimizni boshlaymiz. Agar mijozimiz rasmiy dillerda xizmat ko'rsatishlarini olib borgan bo'lsalar, moy almashtirishlari vaqtida bo'lsa, o'zimiz xizmat ko'rsatgan bo'lsak yoki boshqa dillerlarimizga borib xizmat ko'rsatilgan bo'lsa, ADM Asterda imенно ko'chadagi xususiy Cherry avtosalonlarida emas yoki Haval, Chang'an avtosalonlarida emas, ADM Asterda imенно ADM Asterda xizmat ko'rsatilgan bo'lsa, bu istoriyada bo'ladi. Ya'ni mijoz keldi, avtomobilni tekshirdik, defekti, misol uchun zavodskoy defekt bo'lishi mumkin yoki sifatsiz benzin qo'yilgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam ko'chada moy almashtirib shunaqa muammolar bilan kelishlari mumkin. Mashinam yurmayapti, tortmayapti deb jalba bilan kelishadi mijozlarimiz. Keyin qarabsizki, mijoz bilan kelishgan holda biz ishimizni boshlaymiz. Birinchi polniy diagnostika, kompyuterniy diagnostika ketadi. İşimiz boshlanishi o'zimizdan o'zimiz bilib bilmay hamma detalni ochib tashlamaymiz. Kompyuterni diagnostika qilinganda kompyuterniy diagnostika 100% aybini aytadi. Ya'ni yomon benzin qo'yilgan yoki nito joyda moy almashtirilgan. Keyin diagnostikadan keyin o'sha nima xizmat ko'rsatish kerakligini tashxisini qo'yganimizdan keyin sekin ishni boshlaymiz. Mijozimiz bilan albatta kelishgan holda o'zimizdan o'zimiz mijoz roziligisiz xizmat ko'rsatmaymiz. Bir hafta oldin 8000 kilometr yurgan Tigo 7 avtomobiliga shunaqa texnik xizmat ko'rsatdik. Unda ham xuddi shu ahvol. Ya'ni ko'chada moy almashtirilgan, mashina o'sha garantiyadan chiqib ketgan, ko'chada moy almashtirgan natijasida mijozimiz anchagina summaga tushdilar. Lekin baribir remont qilib berdik o'shani. Mijozimiz xursand bo'lib ketdilar. Yana garantiyada qoldiriladigan qilib remont qilib berdik o'sha motorni. Bu esa navbatdagi mijozimiz. Akamiz Nukusdan kelibdilar. Yo'lda mashinalar o'sha отказ qilib yurmay qo'ygan, yo'lda o'chib qo'yganlar. Hali ham ADM Asterga 5 kilometr yo'l qo'yganda mashinalar o'chib qolibdi. Borib evakuatorda olib keldik va mijoz bilan kelishgan holda ishimizni boshladik. Xudo xohlasa 3 kundan 6 kungacha muammolarni bartaraf qilib jo'natamiz. Servis haqida aytib o'tadigan bo'lsam, servisimizda endilikda kuzovnoy servisimiz ham bor, ya'ni DTPdan keyingi avariya holatlarini ham remont qilish. Birinchidan, ikkinchidan barcha turdagi avtomobilga zapchastlar, ya'ni Cherry, Chang'an, Haval, Jetur, BYD, Kia avtomobillarigacha hattoki zapchast yetkazib berish xizmatimiz ham bor. Bu bilan master priyomchiklarimiz shug'ullanishadi. Birinchidan, ikkinchidan har bitta zakaz qilingan zapchast zavodskoy QR kodlari bilan original ko'rinishda keladi. Ya'ni original zapchastlar keladi har doim, hech qachon tufta zapchast kelmaydi. Agar mabodo
xizmatni boshqa joyda ko'rsataman desangiz ham zapchast topib berishimiz mumkin. Yo'q, agar garantiyada qolishni xohlasangiz, ham zapchast topib beramiz, ham texnik xizmat ko'rsatish ham o'zimizda bo'ladi. Bizda nafaqat servis xizmat ko'rsatish turlaridan moy almashtirish yoki diagnostika. Endilikda bizda shumoizolyatsiya, tonirovka, keramika, polirovka xizmatlarimiz bor. Bundan tashqari yengil defektlar, barcha turdagi ходовой частidagi barcha turdagi xizmatlarimiz mavjud. Ходовой частida nima muammo bo'ladigan bo'lsa, hammasini qilib berishga va'da beramiz. Hammasini qilib beramiz. Ходовой частda ham muammo bo'lmaydi. Siz endilikda nafaqat kelib moy almashtirishingiz mumkin. Undan tashqari kelib qolgan texnik xizmatlarni ham o'zimizda amalga oshirishingiz mumkin. Moy almashtirishdan boshlasak, bu yog'i sanab o'tdim yuqorida. Motor, ходовой, elektrik часть, detailing xizmatlari, barcha turdagi detailing xizmatlari bor. Manzilimiz Buxoro Toshkent trassa yo'lida Oxinor to'yxonasiga yetmasdan chap qo'lda.